Bemorimizda tirnoqlari qalinlashgani sababli oyoq kiyim kiysalar og'riqli bo'lib yurganidan bezovta bo'lib keldilar. Tirnoqlari, bosh barmoqlari va oxirgi chinaqay barmoqlari qalinlashgan. Bu oyoq kiyim urilganidan, organizmdagi yoki vitaminlar kamayganidan tirnoqlarimiz rangi, shakllari ham o'zgarib ketadi. Bora-bora qalinlashgan sari qayrilib, ichiga o'sadigan holatlar ham bo'ladi. Biz hozir bularni tozalab, dorilar yozib beramiz va dorilarni o'z vaqtlarida qilib tursa, oppoq chiroyli plastinkalar o'sishni boshlaydi. Tirnoqlaringizni rangi ustidagi charchagan o'lik tirnoqlar hisoblanadi. Ular to'g'riga emas, yuqoriga qarab o'sib, qalinlashib borgan. Endi yoshi katta insonlarda 1 yil, 1,5 yilgacha cho'zilishi mumkin. Chunki tirnoqlar, oyoq tirnoqlarini bir oyda bir marta oladigan bemorlar bor. Bir oyda 2 marta oladigan bemorlar bor. O'sishiga ham bog'liq u. Bo'shliqlar bor-ku mana tirnoqdagidek. O'shalar sog'lom tirnoqda ham yeb boradi. Uni har doim teglari bilan tozalab turish kerak. Pustata gribokning uyasi hisoblanadi. Mana qalinlashgan, ustidagi qalinlashgan tirnoqni plastinkalarini tozalab oldik. Endi voy og'ridim bu. Qolish kerak emas-da bu. Tegini tozalab, men sarg'aygan, mana shu mikroblarni tozalab turaman desangiz. Bu vaqt kirib, dorilar tez-tez yaxshi kirib, tezroq yaxshi bo'ladi. O'sib, tekislanib boradi tirnoqimiz. Yo'q. U hol olmasak. Endi ba'zi nimada aytdim, yo'q, gribok ko'rinishidagi tirnoqlar bo'lishi mumkin. Analiz topshirganingizda gribok chiqmasligi mumkin. Boya aytganimdek, vitaminlaringiz kamaygan bo'ladi. O'shaning hisobiga. Spirtni artib, tozalab. O'zingiz ham uyda zubachistkaga paxta o'rab, mana yonlarini vannichkalar qilgandan keyin tozalab tursangiz bo'ladi. Yonlarini olib. Bir oyda bir marta agar olmasangiz, bir oyda bir marta kelsangiz, shu ozgina yonlarni tozalab turgandan ham tirnoqlar yaxshi o'sishni boshlaydi. Yaxshi ekan ham. Muolajamiz yakuniga yetdi. Podolog xizmati kerak bo'lsa, klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin.